Hey dear students, demak bugun biz allaqachon 10-mavzuga ham yetib keldik. Bizda 10-mavzu can va can't modal verb'lari hisoblanar ekan. O'tgan mavzuni ham tushunib barcha uyga vazifalarni bajardingiz deb o'ylayman. Keling unda mavzuni ko'rib chiqamiz. Demak, can and can't are modal verbs used to express ability, possibility and permission. Demak, can va can't modal verblar qaysilarki demak biror nima ishni qila olishni yoki biror nima sodir bo'lishi mumkin bo'lishini yoki ruxsatni bildirish uchun ishlatiladigan modal verb. Modal verb bizda yordamchi fe'l hisoblanar ekan. Yordamchi fe'l, right? Yordamchi fe'l. O'zbek tilida bu shunday bo'lar ekan. Demak, keling va can va can'ni ishlatish structuralarini ko'rib chiqamiz. Demak, structurelari birinchi bizda agar affirmative gap, ya'ni darak gap shaklida ishlatmoqchi bo'lganimizda biz as, ya'ni subject gapning egasini qo'yamiz. Undan keyin can va verbning birinchi formini qo'yamiz. Demak, verbimiz hech qanaqa as, es kabi qo'shimchalar yoki zamonlar umuman qo'shilmas ekan. Xo'p, keyingisi bizda negative formi inkor gap bo'lar ekan. Inkor gapda esa bizda subject plus cannot, bu can shaklida qisqartirib o'qiladi va yoziladi hamda verbning birinchi shakli qo'shilar ekan. Xo'p, bizda uchinchisi, demak question sentencelarni tuzish uchun biza canni subjectni oldiga chiqarar ekanmiz. Demak, birinchi can subject, undan keyin esa verbning birinchi formini qo'yamiz. Xo'p, demak bu barcha ko'rib chiqqan structurelarimiz edi. Darak, so'roq va negativ, ya'ni inkor gaplarni ko'rib chiqdik. Keling bularni turlarini birma-bir o'rganib chiqamiz. Demak, xo'sh, bizda birinchi turi bizda ability, bironta bir ish harakatni qila olishga bo'lgan moyillikni anglatadi. Masalan, bu yerda yozilgan demak exampledagidek I can swim, men suza olaman, mening suzish qo'limdan keladi. Bu o'shaning uchun ham abilityni bildirmoqda. Keyingisi she can't speak, u hali gapira olmaydi, because she's a child, maybe baby, right? O'shaning uchun ham gapira olmaydi. Bu ham abilityni can va can'tda ifodalashga ikkita example tuzilgan. Xo'p, keyingisi bizda permission. Permission bizda ruxsat hisoblanar ekan. Ruxsatda birinchi gapimiz you can go outside. Demak, sen ko'chaga chiqa olasan deb ruxsat beradi, chiqishing mumkin deb ruxsat beradigan bo'lsak, biz permission ishlatamiz. Ikkinchisi you can use it deydigan bo'lsak, masalan, sen buni ishlata olmaysan degan ma'noni anglatar ekan. Xo'p, bizda uchinchisi possibility, bo'lish yoki bo'lmasligiga ko'ra taxminlarni bildirish uchun ishlatiladi. For example, bu yerda example'imizda it can be very cold and winter or tomorrow, ertaga juda ham sovuq bo'lishi mumkin yoki bu yil keladigan qishda juda ham sovuq bo'lishi mumkin deb ishlatganimizda bizda bu possibilityni bildirar ekan. Keling ba'zi bir ko'p o'quvchilar yo'l qo'yadigan xatolarni ko'rib chiqamiz. The first thing is actually after can or can't use base form of the verb. Demak, base form of the verb bizda birinchi verbning formi bo'lar ekan, o'shani ishlatishimiz kerak ekan. Men hozir ham aytib o'tgandim, verbga hech qanaqa ed, as, es kabi qo'shimchalar qo'shilmaydi. For example, she can to run, to ham demak bizda ishlatilmas ekan, she can run shaklida ishlatar ekan. Demak, candan keyin to ham qo'ymaslik kerak ekan. Xo'p, ikkinchisi bizda do not ask after can. Can shu kabi ishlatilmas ekan. Buni ham allaqachon aytib o'tdim. And the last one and third one bizda when we answer to question with can, not repeat. For example, I can swim. Yes, I can shaklida qo'llanilar ekan. For example, sizga you can speak in English desa, yes, I can shaklida javob berar ekansiz. Yes, I can speak English deb demak so'zni uzun qilish shart emas ekan. O'tgan safargi darsimizda biz aytgandik, so'roq so'zlar ishlatilganda which, why, when kabilar bizda open ended question bo'ladi degan. Ya'ni savolga to'liq javob berish kerak bo'ladi. Ya'ni I can ishlatganimizda esa savolga yes I can, no I can't shaklida javob bersak ham bo'lar ekan.
Xo'p, demak bu hamma ko'rib chiqqan kenimizning ishlatish va mis-yuz bo'ladigan ko'p holatlari edi. Kenma-ken gaplarga 3 tadan demak example'lar tuzing va izohlarda uni yozib qoldiring. Keyingi darsda ko'rishguncha